Assalamu alaykum yaxshi qarindoshlar, men Nurman doktor. Bu filmda biz tug'ilib 1 oylik bo'lgan buvoqlarga munosabatlik uchurlarni sizlar bilan bahslaymiz. 1 oylik bo'lgan sog'lom buvoqlarning badan sonli uchurlari. 1 oylik bo'lgan sog'lom buvoqlarning bosh aylanmasi 35 sm dan 39,5 sm atrofida bo'ldi. Boy uzunluğu bo'lsa 51 sm dan 58,5 sm atrofida bo'ldi. Badan yig'iligi bo'lsa 3400 gramdan 5700 gram atrofida bo'ldi. 1 oylik buvoq kunda 16 soatdan 20 soat atrofida uxlashi mumkin. Ağırlığı her gün 20-30 gramdan eşip mağdı. Kündüzü 200 saati bir qo'sqa açsa, keçisi 3-4 saati bir qo'sqa açıdı. Bu vaqt kunda 3-4 qitim cho'ng tarat qilish mumkin. Bu vaqt dumchilab yotganda beshini qisqa vaqt ko'taralaydi, ammo o'ltirg'izganda beshini ko'tarolmay tushib ketadi. Qo'llarini mushtum shaklda tugilishga amroq bo'ladi. Ko'zlari midirlayotgan jismlarga qarayalaydi. Ko'rish quvvati asta-asta ro'shanlashib, yaqindagi jismlarni aniq ko'rishga boshlaydi. Adamlarning harakatlariga, bo'libmi yanada meng'ishiga diqqat qiladi. Asta-asta ovoz chiqarishga boshlaydi. Yuzingizni yaqinlashtirib kulimsirasangiz sizga qarab kuladi. 1 oylik buvoqqa va ota-onaga tavsiyalarimiz. Birinchidan, bu vaqtda hali ham buvoqni ko'p emdirishni tavsiya qilamiz. Boshqa qo'shimcha ozuqlik bermasangiz bo'ladi. Ikkinchi, bu oydimi buvoq 3 oy yo'ldagi yerlarni chiqarishi sal tasdiq to'xtaydi. Shunga sizning yordamingizga muhtoj. Uchinchi, kindik en keç 1 oygacha tushib bo'lishi kerak, ammo 1 oygacha kindik tushmasa yoki kindik tushib, yara yerdan qon yoki yiring tomchilab kelsa, doktoringiz bilan ko'rishib beqing. 4. Sog'liqni saqlash markazida balkim betiq jigar yallig'i vaksinasi emlash uchun sizga xabar berish mumkin. Agar siz bilan aloqalashmasmi, buvoqning salomatligi uchun siz berib ko'rishib beqing. 5. Badandagi seriqlik en keç 1 oygacha yo'qolib bo'lishi kerak. Agar buvoq 1 oylik bo'lguncha seriq yo'qolmasa, cho'qim ballar doktori, oila doktori bilan ko'rishib beqing. Qonimizda 12 oy va undan cho'ng bo'lgan buvoq ballarning har qaysi yosh davrida badanda ko'rilgan o'zgarishlarni va tavsiyalarni ixcham, qisqa, meg'izliq qilib ratlab chiqdik. Agar yuqorida deyilgan o'zgarishlarning yarimi yaqini ko'rilmasa va yoki benormallik ko'rilsa, oila doktoringiz va ya ballar doktori bilan vaqtida ko'rishib beqishingizni tavsiya qilaman. Jiddiylashmang, siz cho'qim yaxshi ota-ona bo'la olasiz. Buvoqingizning salomat cho'ng bo'lishiga tilakdoshman. Agar bu filmni foydali his qilsangiz, atrofingizga do'stlaringizga tarqatib qo'ying.